Mutlaq tekin sun'iy intellekt so'raganlar uchun Meta AI sun'iy intellektini maslahat beraman. Demak, Grok bilan bir xil ishlaydi. Bilasiz, hozir Grok pulli bo'lib qolgan. O'tgan videorolikda $30 emas, atiga $2,5 evaziga Grokni sotib olishni o'rgatganman. Maslahat beraman ko'rishni. Grok ham o'zining yo'nalishida juda yaxshi. Lekin bu Meta AI mutlaq tekin, ya'ni xalq uchun chiqarilgan. Grokka o'xshab vaqt o'tib pulli qilib qo'ymasa bo'ldi. Demak, juda ajoyib sayt. Grok bilan bir xil ishlaydi. Oddiy misol mana bu oynani ko'rishingiz mumkin. Grok ham xuddi shunday. Demak, men hamma havolani Telegram kanalimda qoldiraman. Bemalol Meta AI ga aynan ro'yxatdan o'tib ishlatib ko'rishingiz mumkin. Vibes ga o'tamiz. Ya'ni bu yerda ishlatilgan, aynan chiqarilgan videolarga e'tibor bering. Bu juda ajoyib olmalar tushyapti bu yerda, o'yinga tushyapti va obnovit qilamiz. Qani, nimalar bor ekan ko'ramiz. Ajoyib. Va biz ham buni ishlatib ko'ramiz hozir. Demak, bu yerda nima bor? Pastga oynaga e'tibor qaratsangiz, izobrazeniya bor. Ya'ni biz rasm yoki videoni bemalol chiqarib olishimiz mumkin. Bizga nima kerak bo'ladi? Bizga prompt kerak bo'ladi. Aytgancha, qimmat va noyob bo'lgan promptlarni qayerdan olishni siz juda yaxshi bilasiz. Mani Meta Arts degan kanalim bor. Aytgancha, bu xalq uchun, ya'ni noyob bo'lgan, ajoyib va qimmat bo'lgan promptlar bilan bo'lishib turaman. Oddiy misol, men e'tibor qarating. Mana bu promptni yuborganman va kommentariyada mani obunachilarim, sun'iy intellekt mutaxassislari zo'r ajoyib ishlarni aynan joylab turishadi. Demak, shu promptni olamizda va bu yerga yuboramiz. Ya'ni e'tibor qaratsangiz, mana bir dona promptdan siz 4 ta rasm olishingiz mumkin. Grokdan yaxshiroq, ya'ni rasm chiqarib berishi va variantlari. Lekin Grok aynan hozirgi vaqtda animatsiyasi bo'yicha super Grok juda yaxshi. Lekin bu ham mutlaq tekin bo'lganligini hisobiga mana ko'rishingiz mumkin. Ishlatish ham oson. Oddiy misol, mana rasm chiqardingiz. Siz bu rasmni animировать ga bossangiz, o'sha rasmni animatsiyasi chiqadi. Bu juda oson. Endi men sal boshqacharoq prompt bilan ishlab ko'rmoqchiman. Aytgancha, muhim eslatma, aynan sun'iy intellektni chuqurroq o'rganaman degan obunachilar uchun men yopiq Telegram kanal ochganman. U yerda eng kerakli bo'lgan videoroliklardan biri aynan qiyin prompt yozish. 9 ta punktdan iborat bo'lgan kuchli algoritm, ya'ni prompt qanday yoziladi, nimalarga e'tibor beriladi, qanday qilib u promptni, ya'ni siz sun'iy intellektga nimani xohlab turganingizni qanday qilib tushuntirib berish haqida dars bor va bundan tashqari juda ko'plab video darslarni aynan yuklab qo'ygan. E'tibor qaratsangiz, mana bu yo'nalishga, ya'ni Scaly Pets, shaffof hayvonlar haqida va aynan prosmotrlarga e'tibor qarating. 48 million, 24 million va 23 million. Aynan shu yo'nalishni video darslarini men yopiq Telegram kanaliga joylab qo'yganman. Havola kommentariyada bo'ladi, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Demak, men aynan mana bu promptni oldim. Aytgancha, sizlarga qiziq bo'lsa, Telegram kanalimga yuklab qo'yaman. Ya'ni bu mahsulotlar hozirgi vaqtda seriallar rosa moda bo'lgan. Mana shu rasmni oldim va rasmni o'ziga kirsam, alohida rasm haqida ma'lumotlar bor. Bu yerda biz o'zgartirishimiz mumkin, ya'ni redaktirovать изображение, ya'ni nima turda o'zgartirgimiz kelsa, bemalol yozishimiz mumkin. Ya'ni keling yozamiz, пускай он будет в белом костюме. Ya'ni yozib ko'ramiz. Endi aytdimki, men aynan bu oq kostyumda bo'lsin deb o'zgartirib ko'ramiz. Qanaqangi darajada o'zgartirib berar ekan. E'tibor qaratsangiz, men aynan qora kostyumdagi rasmni o'zgartirgan edim, oq kostyumda bo'lsin deb va menga oq kostyumda chiqarib berdi. Bu juda qiziq va zo'r aynan sun'iy intellektlardan biri. Keling, birortasini animatsiya qilib ko'ramiz. Ya'ni animatsiya bo'limiga bossak, animatsiya bizda aynan sodir bo'ladi. Bu juda oson saytlardan biri. E'tibor qarating, bizning animatsiyamiz tayyor bo'ldi va bu harakatlarni qarang, qanchalik bu plavniy, qanchalik bu mayin va robotga o'xshab qotib qolgani yo'q va notabiiy harakatlar qilgani yo'q. Endi promptga biz aynan animatsiya bo'limiga to'g'ri prompt yozsak, bu yanada to'g'ri aynan harakat qila boshlaydi. Meni o'ylashim bo'yicha videorolik sizlarga yoqdi.